Ko'rdilaring, O'zbekiston jamoasi jahon chempionatiga chiqdi. 2026-yilda jahon chempionatida o'ynaydi. Mana shu ko'rib turgan bolalarga o'xshagan bolalar hammasi O'zbekiston sbornisi. Hammamizni farzandimiz futbolchi bo'lishini istaymiz, ota-onalar hammamiz, to'g'rimi? Mana shu bolalar ham mana shu Kirgili hududida yashagan ota-onalarning farzandlari. Nechidan nechgacha darslar bo'ladi aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hurmatli yurtdoshlar, Farg'ona viloyati. Demak, mashg'ulotlarimiz dushanbadan juma kungacha soat 8:30 dan 10 gacha guruhlar tashkillangan. Demak, haftani dushanbadan juma kungacha asosan mashg'ulotlar o'tiladi. Mashg'ulot necha soatdan dars o'tiladi? Mashg'ulotlarimiz 1,5 soatdan 1 soatgacha mashg'ulot. 1,5 soatdan 1 soat. Ertalab, kechki payt bo'ladi. 2 mahal bo'lar ekan. 2 mahal mashg'ulotimiz bo'ladi. Ikkita komanda bo'ladigan bo'lsa. Bularni agar katta bo'lsa 2036-yilda chempionatga olib chiqasiz. Inshaalloh. 26-yilda bular chiqsa, 36-yilda siz olib chiqasiz. Albatta. Hamma ota-onalarga men taklif qilaman, hammamizni fani ham даже farzandimiz sportchi bo'lishini xohlayman. Ko'chada bema'ni o'ynab yurgandan ko'ra, cho'milib beta'sir yurgandan ko'ra, kelib futbolni o'rgansin, o'ziga sog'lom bo'ladi. Mana shu bolalar hammasi hozir sog'lom. 100% sog'lom bolalar, badani chiniqqan bo'lib o'sadi. O'zimiz yurtimizga kerakli inson bo'lib katta bo'ladi, to'g'rimi? Даже futbolchi bo'lmagan taqdirda ham hech bo'lmagan telosложение kerakli bo'ladi. Menga o'sha qonni osilgan o'rdak bo'lmaydi, to'g'rimi? Hammalarga taklif qilaman. Ekranda telefon nomerlari turibdi. Kirgilida Iltifot oshxonasi ro'parasidagi sun'iy stadionda trening boshlandi. Haftaning har kunida bolalar dokumentini olib kelaverasizlar. 4 yoshdan necha yoshgacha? 4 yoshdan 13 yoshgacha. 13 yoshgacha qabul qilaverasiz. 4 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalarni hurmatli ota-onalar olib kelinglar, beringlar. Mana Paxtakor jamoasi sborniga xudo xolasa katta bo'lib chiqsa, nima endi, to'g'rimi? Odil Ahmedov ham O'zbekistondan chiqqan, to'g'rimi? Hozir o'ynayotgan kim edi oti? Abduqodir Husanov. Abduqodir Husanov o'ynayapti. Juda ko'p o'yinchilar bor-da, futbolchilar. Sizlar farzandlaringiz ashna bo'lsa nima bo'ladi? Like bosib, video tarqay, ekran telefon nomerlari turibdi. Kirgili Iltifot ro'parasi sun'iy stadion Kanechka. Mo'ljal Adilini, Go'radilni ko'pchilik bilan shuni yon-yonda. Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Bo'ldi.